Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Darslarimizni davom ettiramiz. 3-sinf 39-dars soatlar, minutlar, sekundlar haqida gaplashamiz ekan. Sizlar bilan har doimgidek Akmaljon Jo'raqo'ziyev. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni esingizdan chiqarmang. Darslarimiz tugab qolmoqda. Ya'ni birinchi chorakdagi sizlar bilan Э, dars yakunlansa, ikkinchi chorakda albatta ko'rishamiz. Faqat kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarib qo'ymasangiz bo'ldi. Yondosh mavzu: ish kuni, vaqt, arifmetik amallar xossalari. Bu yerda ishlayotgan intoylarni rasmlari berilgan. Bu yerda hech qanday bir savol berilmagan. Shuning uchun bular hozircha bizga kerak emas. Ularni esa o'chiramiz. Birinchidan boshlay qolamiz. Madina maktabga 8 da keladi va 15 da uyiga ketadi. Uning o'qish vaqti soatlarda qancha bo'ladi? Minutlarda-chi? Endi oldingi darsda ham ko'rsatgan edim sizlarga. Kattasidan kichigini ayirib ko'rasizlar degan edim. Hozir yana bir marta ko'rsataman. Mana 8 da boshlansa 9 gacha bo'ladi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana shunaqa. Agar ayirishni bilmaydigan o'quvchilar bo'lsa yoki bilmaydigan emas, xayoliga kelmagan deymiz. Mana shu tartibda ishlasalar ham bo'ladi. Mana 1 soat bo'ldi, 2 soat bo'ldi, 3 soat, 4 soat, 5, 6, mana 7 soat. 7 soat ekan hozircha. Endi 15 dan 8 ni ayirsalaring ham 7 kelib chiqadi. Bu soat bo'ladi. Endi bu 7 ni 60 ga ko'paytirasizlar. Va bu minutlarda kelib chiqadi. 7 kira 6 42 va bittadan 420 minut bo'ldi. Demak, 420 minut davom etgan ekan. Balki 7 soat davom etgan deyishimiz ham mumkin bo'ladi albatta. Bu yerda bog'liqliklarni bizga aytib bermoqda, ya'ni vaqt va sekund orasidagi bog'liqliklar. Ularni yodlab olishimiz kerak bo'ladi albatta. Vaqt soat, minut va sekundlarda o'lchanadi. Demak, vaqtni soat va minutlarda hamda sekundlarda o'lchaymiz ekan. Buni ko'pchilik juda yaxshi bilishadi. 1 soat 60 minut, 1 minut esa 60 sekund bo'ladi. Bu yerda soatni sekundga aylantirish haqida bermayapti. Ikkinchi misoldan boshlay qolamiz. Necha minut bor? Yuqoridagini o'chirib tashlay qolamiz. Mana shu yerga ishlaymiz. 6 soat. 6 soat. Soatni odatda H harfi bilan belgilashadi. H deb yozamiz. Mana H deyiladi, H deyiladi. H ni ko'rsalaring soat bo'ladi. 6 ko'paytirilgan 60 bo'ladi. 60 ga ko'paytirishimiz kerak. 36 va bitta 0. Minut deb yozib qo'yamiz. Qisqartirib min desalaring minutni bildiradi.
Endi 10 soat, ya'ni 10 h. 10 ko'paytirib 60 bo'ladi. 6 karra 1 6 va 2 ta 0. 600 minut bo'ladi. Hop, endi 2 kun. Kunni odatda D harfi bilan belgilashadi. 2D bo'ladi. Bir kun 24 soat bo'lgani uchun buni 24 ga ko'paytiramiz. Bu 48 chiqib keladi. 48 h bo'ldi. Soatga aylanib qoldi. Endi bu 48 ni 60 ga ko'paytirsak, nimada kelib chiqadi? Minutlarda topgan bo'lamiz. Bu yerda 0 va 8 bo'ladi. 48 va 24, 28 minut deb yozib qo'yamiz. Bu 2880 minut ekan 2 kunda. 15 soatda. Soatni h harfi bilan belgilaymiz, h harfi bilan. 15 ko'paytirib 60 bo'ladi. Barobar 900 minut deb yozib qo'yamiz. Endi 300 sekund. Sekundni bosh harfi s bilan belgilanadi. Sekunddan minutga o'tkazish uchun 60 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Buni bo'lsak, nollarni qisqartiramiz. 36 ga bo'lsak 5. 5 minut deb yozib qo'yamiz. Endi esa eng oxirgisi bir haftada. Haftani kunga o'tkazib olamiz. 7 ga ko'paytirsak kun kelib chiqadi. Bir hafta 7 kun. Kunni D harfi bilan belgilaymiz. Endi bu 7 ni 24 ga ko'paytirsak h, ya'ni soat kelib chiqadi. 168 soat bo'ldi. Endi bu 168 ni 60 ga ko'paytirsak minut kelib chiqadi. Hop, nima chiqadi ekan? 0, 48, 36, 46, 10 minut deb yozib qo'yamiz. 10.080 minut ekan. Endi esa keyingisi, yani 3-chi. Necha sekund bor? Sekundni topishimiz kerak. Endi sekundga aylantiramiz. Bir kunda ham necha sekund bor deb so'rabdi. Yaxshi. 1 daqiqa, ya'ni 1 minut sekundga aylantiradigan bo'lsak 60 bo'ladi. 1 minut 60 sekund ekan. Demak, bu yerdagi 10 minutni sekundga aylantirish uchun 60 ga ko'paytirish kerak. 6 0 sekund deb yozib qo'yamiz. 1 soat 1 h. 60 ga ko'paytirsak minutda topamiz. Bu minut bo'ldi. Endi buni yana 60 ga ko'paytiramiz, sekundga aylanadi. 36 va 2 ta 0 sekund bo'ldi. 67 minut. 67 ko'paytiruv 60 bo'ladi. Barobar. Shundagina biz sekundga aylantirgan bo'lamiz. 42 36 40 bo'ladi. Minut. 43 minut. Hop, ko'paytirmadik. 80 25 minut. 5 soat. 5 ko'paytiruv 60 ga aylantirsak minutda topamiz. 300 minut chiqadi. Endi bu 300 ni yana 60 ga ko'paytirsak sekundda topamiz. 18 1 2 3 ta 0
18.000 sekund ekan. Bir kunni topishimiz kerak bo'ladi. Birda 1 ko'paytiruv 24. 24 soat. 24 ko'paytiruv 60 minut bo'ladi endi bu. 144 minut bo'ldi. Bu 144 ni, ya'ni 1440 ni yana 60 ga ko'paytirsak, bir kundagi sekundlar soni kelib chiqadi. 0 1 24 6 2 8 6 4 0 0 86.400 sekund ekan. Bir kun 86.400 sekundga teng ekan. To'rtinchi. Bir sutkada 24 soat bor. Bir kun bilan bir sutka bir xil. Bir sutkada necha sekund borligini hisoblang. Qaysi biri uzun davom etadi? Bir sutkami yoki 86.500 sekund? Yuqorida xuddi shuni ishladik, 86.400 chiqdi. Yana bir bor ishlab ko'rsatib beraman. Birinchi minutga aylantiramiz. Bir sutka 24 soat. 24 ni 60 ga ko'paytirsak, minut kelib chiqadi. Endi buni 1440 ni yana 60 ga ko'paytirsak, sekund kelib chiqadi. Bu ham 86.400 chiqdi yuqorida sekund. Endi 86.500. Qaysi biri uzun davom etadi deb so'rayapti. Albatta 86.500 sekund nisbatan 86.400 sekundga uzoqroq davom etadi. Ya'ni 100 sekund uzoq. 100 sekund degani taxminan 1 daqiqadan ko'proq vaqt bo'ladi. Beshinchi. O'qituvchiga ish vaqtining 1 minuti uchun 290 so'm to'lanadi. Agar o'qituvchi bu oyda kuniga 8 soatdan 25 kun ishlagan bo'lsa, uning oylik maoshi qancha bo'ladi? Oho. 1 daqiqa, ya'ni minut 290 so'm ekan. Bu oyda kuniga 8 soatdan ishlabdi. 25 kun ishlagan. Demak, 8 soat ishlagan, 25 kun. 25 ni 8 ga ko'paytirsak, umumiy ishlagan soatlari kelib chiqadi. 4 kira 2 bu 200 bo'ladi ekan. 200 soat, ya'ni X deb yozib qo'yamiz. X'ni bu soat ekanligini bildiradi. Endi bu 200 ni 60 ga ko'paytiramiz. Minutda kelib chiqadi. 12 va 3/0 minut. 1 minuti uchun 290 so'm to'lar edi. Endi bu 12.000 ni 290 ga ko'paytirsak, oladigan puli kelib chiqadi. Buni ko'paytirsak
nima chiqadi ekanda? 30 bo'lganda bu 36 chiqar edi. 3 bo'lganda 36 chiqar edi. 36 dan endi 12 ni ayirib tashlaymiz-da. 36 dan 12 ni ayirsak, yo 360 dan ayiramiz. 12 ni adashmasam. Ani ko'paytira qolamiz. 12 ni ko'paytiramiz 29 ga. 148. 1, 2, 3, 4 tani olib qo'yamiz ekan. Hisoblasak 3.480.000 so'm. Kuniga 8 soatdan 25 kun ishlasa 3.480.000 so'm oylik oladi ekan. Endi esa 6-chi. Hop, ushbu tenglik shu ekanligini bilgan holda quyidagilarni toping. Ularni topishimiz kerak ekan. Boshladik bo'lmasa. Mana bu bilan bir xil ikkalasi. Ko'rib beraman. 789, 456 ona bir xil. Bir qo'shilyapti xolos. 79, 78. Demak, bunga bir qo'shilib qoladi. Yoza qolamiz. 122.579 plyusdan 789.456. Mana bu chiqadi. 1.112.000 bunga bir qo'shib qo'yamiz. 35. Endi keyingisi. Mana bir qo'shilgan edi. Mana bu chiqdi. Endi bitta kamaytiramiz. Demak, bitta kamaytirsak, shunga qaytib kelamiz. 322.579 plyusdan 789.455. Bitta kamaytirsak, yuqoridagi bundan bitta kamaytiramiz. 1.112.034. Keyingisi bitta 78. Shu bilan bir xil mana. Va bu 55. Bitta kamaytir. Bundan bitta kamaytiramiz ekan. 122.578 plyusdan 789.455 bo'ladi. Kamaytirsak 1.112.033 bo'ladi. Keyingisi 578 bir xil. Ikkita qo'shilyapti. 458. Ikkita. Bunga ikkita qo'shib qo'yamiz. 122.578 plyusdan 789.458 barobar. Bunga ikkita qo'shib qo'ysak, ya'ni mana buning javobiga 1.112.036 bo'ladi. Endi esa keyingisi mana 88 bitta kamaytiramiz. 588 10 ta ekan bu. 10 ta ko'paytiryapti. Bu 456 10 ta kamaytiryapti. Buni 10 ta ko'paytirib, buni 10 ta kamaytirsak, natija o'zgarishsiz qoladi. 88 bo'ladi endi. Plyusdan 789.446 bo'ladi. Natija shu yuqoridagi 1.112.034 bo'ladi. Endi esa keyingisi mana 568 berilyapti. Endi 10 ta kamaytiryapti buni. Oldin 10 ta ko'paytirgan. 546. Buni ham 10 ta kamaytiryapti. Ikkalasini ham 10 ta kamaytiramiz. Demak, natija 20 ta kam bo'ladi. 122.000
568 plusdan bitta 9 tushib qolibdi. Ko'raveringlar. 789 ming bo'lishi kerak edi. 89.446 barobar 1.112.000. 20 ta kamaytirsak 14 bo'ladi. Yettinchi. Qaysi film uzoqroq davom etishini aniqlang. Boshlandi, tugaydi. Boshlandi, tugaydi. Mana. Boshlanadi, tugaydi. Ayirish vaqtini hisoblashimiz kerak ekan. Bitta. Misol uchun mana bu bundan ayirib qo'ya qolsak ham bo'ladi. Yuqorida ham ko'rdik. 21 dan 19 bu 21 ni ayiramiz. Birinchi soatlarni ayirib olishsak bo'ladi yoki bundan bitta bunga qarz berib qo'ysak bo'ladi. Mana buni 60 qilamizda, 0 qilamizda, bitta buni 60 qo'shilsa 70 bo'lib qoladi mana. 60 qarz olgan bo'lamiz-da, bu 50 bo'ladi. Bu esa 1 bo'ladi. 1 soat u 50 minut davom etgan ekan. Tekshirib ko'ramiz. 19 ga 1 soat qo'shsak 20 bo'ladi. Bunga 50 minut qo'shsak, 1 minut qo'shilsa 0 va 21 bo'ladi. 1 soati 50 minut. Keyingisi 17 30, 18 50 dan 18 50, 17 30 ni ustun usulida ayiramiz. 1 soati 20 minut davom etgan ekan. Tugashi 12 20 dan 11 50 ni ayiramiz. O'zimda o'ylab qarasalaring ko'rinib ham turibdi. Necha chiqishi. Bundan 1 qilib bunga qarz berib qo'yamiz. Qarzni 60 qilib beramiz. Demak bu 11 60 ni qo'shsak 80 bo'ladi. Bu ham 11 50 bo'ladi. Ayirsak 30 00. Bu 30 daqiqa, bu 1 soati 20 daqiqa, bu 1 soati 50 daqiqa. Demak, mana bu uzoqroq davom etgan ekan. 8-chi. Bu to'g'ri to'rtburchakning tomonlari uzunliklarini o'lchang va uning perimetrini santimetr va millimetrlarda toping. Bu ko'pburchakning o'tkir, to'g'ri yoki o'tmas burchaklari bormi? Endi tomonlarini uzunliklarini chizg'ichi bilan bemalol o'lchaysizlar. Perimetrini bemalol topishlaring mumkin. Hamma tomonni qo'shib chiqasizlar. Mana bu savollarga javob berib o'tib ketaman. O'tkir burchagi bormi? Mana bu o'tkir burchak. Bunday qilib qo'yamiz. Mana o'tkir burchak D burchak va S burchak. Hop, o'tmas burchak bunaqa bo'ladi, belgilanadi. B burchak. Nisbatan kattaroqda, undaqaroq bo'lishi kerak, to'g'ri bo'lsa. Endi to'g'ri burchak belgisi mana bu. Menimcha to'g'ri burchak bu A bo'lsa kerak. Yana aniq emas. Belgilab qo'yaman. Ikkilanish kuzatilyapti. Sababi buni chizg'icha yordamida o'lchash kerak bo'ladi. Mana bu yerni. O'lchasalar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini keltirib chiqasizlar. Qanday o'lchaymiz? Agar sizlarda mana bunga o'xshagan chizg'ich bo'lsa, bemalol o'lchashlaring mumkin bo'ladi. Bunaqa chizg'ich bor-ku, transporter deyiladi adashmasam. Agar u yo'q bo'lsa, bu oddiy chizg'ich bilan o'lchash mumkin. Chizg'ichni olamiz, mana bu yerga qo'yamiz. To'g'ri qilib. Bu holatda bo'ladi. Mana bu yerda agar mana bu holatda bo'lib qolsa, bu nima bo'ladi? O'tmas bo'lib qoladi, kattada. Agar shu mana bu holatda to'g'ri kelsa, ya'ni
shu holatda qo'yilsa, buni ustiga bu to'g'ri bo'ladi. Demak, mana shu A ni belgilab qo'yaman. Mana mustaqil ravishda o'lchab qo'yasizlar. 9. Tomonlari 4 santimetr, 6 millimetr, 5 santimetr, 7 millimetr va 6 santimetr, 3 millimetr bo'lgan uchburchakning perimetrini toping. Bu uchburchakning burchaklari qanday? Mana bu tomoni yozib qo'yamizmi yoki? Yozmay qo'ya qolamiz. Hamma tomoni turli xil ekanligini bilish uchun bunaqa shtrixlar qo'yamiz. Shu degani hamma tomoni har xil. Birinchi tomoni 4 santimetr, 6 millimetr. Buni millimetrga aylantirsak 40 va 6 bo'ladi. Ikkinchi tomoni 5 santimetr, 7 millimetr. Bu 5 50 bo'ladi. 57 millimetr bo'ladi. Hop, uchinchi tomon 6 santimetr, 3 millimetr. Bu 63 millimetr bo'ladi. 63, 57, 46 bo'ladi. Endi perimetr degani barcha tomonlarning yig'indisi. Buni juda yaxshi bilasizlar. 46 plyusdan 57 plyusdan 63 bo'ladi. Bu ikkisini qo'shsak 120, 46 plus 120 barobar 166 millimetr ekan. Demak, uchburchakning perimetri mana ichiga yozib qo'yishimiz mumkin. 166 millimetr. Endi buni chizib ko'ramiz. Mana bu tomonlarini bilgan holatda chizib ko'ramiz. Endi boshqacharoq chiziladi. Bir tomoni 63 ekan. Bir tomoni mana uzunroq 63 qilamiz. Ikkinchi tomoni 57 ekan. 57 bo'lsa, bundan kichikroq bo'ladi. Taxminan mana shu holatlarda bo'ladi mana. Endi bu 46 ikkalasidan ham kichkina bo'ladi. Demak, uchburchagimiz taxminan shunaqa ekan. Endi bularni boshqacharoq qilishimiz ham mumkin. Masalanda, misol uchun mana bu 63 ni tepasiga qo'ysak. Tepa. Mana eng uzuni bo'ldi 63. Endi esa 57 ni chizamiz. Mana bu holatda mana. Bundan kichikroq bo'lishi kerak-da. Keyin esa 46 ni mana bu holatda qo'yishimiz mumkin. Eng uzun mana bu. Bu yerda bizada turli xil uchburchaklar hosil bo'ldi. Ikki xilda. Yana bir xil, yana bitta hosil qilishimiz ham mumkin bo'ladi biza. Masalanda, hop, mana bu eng uzun tomoni. Bu yerdagi burchagi. Burchak. O'tmas burchak bo'ladi. Kattada bu o'tmas. Mana bular o'tkir burchaklar mana. Uchalasi 3 xil burchak, o'tmas, ikkalasi o'tkir burchak. Bu yerda bu o'tkir burchak. Mana bular ikki xil ikkalasi. Bu yerda mana bu aniq emas. Buni o'lchashimiz kerak. O'tkir yoki o'tmas ekanligini bilish uchun. Bu noma'lum. Buni chizib o'lchab qo'yishlaring mumkin bo'ladi. Endi nimaga daftarga aniq chizasizlar? 4 santimetr 6 shunaqa qilib. Bunday yoki bunday chizishlaring mumkin bo'ladi. Demak, tomonlarini so'ragan edi, burchaklarni o'tkir, o'tmas bo'lishi ham mumkin ekan.
10. Elektr poyezd Janubiy vokzaldan yo'lga chiqdi va Xo'jakent stansiyasiga yetib keldi. Poyezd necha minut yo'l yurdi? Soat taxminan 3 bo'lmoqda. Bu degani 02 dan 45 minut o'tdi deymiz. Keyin esa 7 bo'lyapti. Bu degani 07 dan 55 minut o'tdi. Demak, ustun shaklda ayiramiz. Kattasidan kichigini. 07 55 dan 02 45 ni ayiramiz. 0 1 5. 5 soat 10 minut bo'ladi. Poyezd 5 soat va 10 minut harakatlangan ekan. Xo'jakent adashmasam bu Qirg'izistonda bo'lsa kerak, yana bilmadim. 5 soat va 10 minut. Shuncha harakatlangan ekan. Shu vaqtda kelish vaqti. O'n bir hisob-kitob qiling. Soatlarni ayirishimiz kerak ekan. Oldingi darslarimizda ham soat, minutlarni hisob-kitob qilishni sizlarga ko'rsatib bergan edim. Yana bir bor shularni ishlab ko'ramiz. Mana 5 soat 13 minut. Bundan ayiramiz 2 soat 46 minutni. Bu yerda hozir ayirmoqchi bo'lsam 13 kichkina-ku. Shuning uchun qarz olishim kerak bo'ladi men. Qarz olishni esa hozir quyidagicha usuli bilan ko'rib chiqamiz. Bundan 1 soat qarz olaman. 1 soat bo'ladi-da qarz olganim, ya'ni 60 minut bo'ladi. Mana shu 60 minut bunga 73 bo'lib qo'shiladi. Bu 1 soat olib tashlasam 4 soat bo'lib qoladi. Bu 2 soat. Bu 46 minut. Ayirib qo'yamiz. Minut. Qarz olamiz 7. 7 dan 6 ni ayirsak 13 dan 6 ni ayirsak 7. Bu yerda 6 dan ayirsak 2. 27 minut. Bu 2 soat. 2 soat 27 minut bo'lib chiqdi. Mana bu yerda kichkina bo'lgani uchun 60 daqiqa soatdan qarz oldik. Ustun shaklda ayirishda 1 qarz olar edik, 10 qarz olar edik. Endi bu yerda 60 qarz olamiz. Keyingisi 14 soat 56 minut. 2 soat 47 minut. Minut 3. Endi qo'shuvku shuni qo'shib ketaveramiz. 9 10 soat 16. Bunaqa 103 turmasligi kerak, bo'lmaydi. 60 dan kichkina bo'lishi kerak. Endi bunga 60 qarz beramiz. Bunga 60 qarz bersak, bu 1 soat qarz bo'lib qoladi. 17 soat bo'ladi. Buni 60 dan ayirsak 43 bo'ladi. Demak, 17 soat 43 minut ekan. Endi esa D va E misollarini ko'rib chiqamiz. Yetti minut 25 sekund. 3 minut 45 sekund. Qo'shuv bo'lsa shunday qo'shib tashlaymiz, o'ylanib o'tirmasdan. Sekund 067
minut va 10. Demak 70 sekund yo'q. 60 dan kichkina bo'lishi kerak bo'ladi. Bunga 60, ya'ni 1 daqiqa qarz beradi. Bu 11 bo'lib qoladi. Endi 1 minut bersa 70 dan 60 ni ayirsak 10 qoladi. O'n olti minut 24 sekund. 8 minut 55 sekund. Bu yerda 24 dan 55 ni ayira olmayman. Qarz olib berishim kerak bo'ladi. Bundan qarz olamiz. 1 daqiqa qarz olinadi. 1 minut. Bunga 60 sekund bo'lib tushadi. 1 minut ayirsak 15 qoladi. Bunga 60 qo'shsak 84 bo'lib qoladi. Bu yerda 8 hali ham. Bu 55. Sekund. Qarz olamiz endi. Bitta olamiz qarz. 9. 7 qolsa 2 qoladi. Minut. 7. 7 minut 29 sekundga teng bo'ldi. Kichkintoylar 12-ga yetib keldik sizlar bilan. Boshqotirma birozgina murakkabroq ekan. Yaxshilab e'tibor berib turishlaringni so'ragan bo'lar edim. Kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni esingizdan chiqarmang. Do'stlaringizga ham taklif qilishingiz yoki ularga ham aytishingiz mumkin bo'ladi albatta. 12. Boshqotirma. Damir har oy 31 kundan iborat bo'lgan o'z taqvimini o'ylab topdi. Har oy 31 kun ekan, eslab qolinglar. Har oy 31 kun. U 1-yanvardan boshlab har kuni taqvimdagi keyingi sanani chizib qo'yadi. 25-oktyabr kuni u qaysi sanani chizib qo'yadi? Mana shu boshqotirma. Bu yerda nima deyapti? Demak, bu Damir ismli bola 1-yanvardan boshlab 1-yanvar kelsa 2-yanvarni belgilab qo'yadi. 2 kelsa 3ni, 3 kelsa 4ni, 4 kelsa 5ni, 5 kelsa 6ni. Shunaqa qilib chizib qo'yadi hammasini. Endi har oyda unda ham oy bor, ya'ni oy to'ladi. Har oy uning uchun 31 kun ekan. O'zini
taqvim kalendarida 31 kun ekan. Har bitta oy. Demak, mana bu 31 kun mana. Keyingisiga e'tibor beramiz. 1 dan boshlab 29 gacha-ku. 29 mana bu 30, bu 31 ga to'g'ri keladi endi. Endi bu yerda 1 dan boshlanadi. 1, 2, 3 va hokazo. Bular o'chiramiz. Qayerdadir taxminan mana shu yana 31 ga to'g'ri keladi. Endi bu 31 ga kelsa, bu birinchida bu sanaydi u. Bu ikkinchi kun, uchinchi kun shunaqa qilib sanab ketadi. Tushunarli bo'ldi? Bularni o'chirib tashlaymiz. Nimasi shunaqa. E, Misolni mazmuni shunaqa masalani. Misol uchun qachondir mana bu yerlarga 31 to'g'ri kelib qoladi mana shu yerga. Mana bu 31 to'g'ri kelsa 1 dan boshlab ketadi. 1, mana bu 2, mana bu. Faqat mana bu 2 bo'lsa, buni chizib qo'yadi. Mana bu kunga yetib kelsa, keyingi kunni chizib qo'yadi. 1 kun oldinda chizib qo'yadi ekanda. Mana bugun 2-fevral bo'lsa, bugun 2-fevral, ikkinchi kunni belgilab qo'yadi, chizib qo'yadi. Endi o'zimizda mana 25-fevral, mana bu fevral. 25-oktyabr. Kuni u qaysi sanani chizib qo'yadi, shuni topishimiz kerak bo'ladi-da. U ham bizga o'xshab 25-oktyabrgacha yashaydi. 25-oktyabr bilan bir xil bo'ladi, faqat kuni turli xil bo'ladi xolos. Kuni har xil bo'ladi. Yiroq ekan. Kattaroq rasm olmoqchi edim, afsuski o'xshamadi. Mayli, boshladik. Buni shu kalendar bilan belgilab ishlasalaring ham bo'ladi va boshqa osonroq yo'li ham bor. Hisoblab chiqib belgilab qo'ysalaring ham bo'ladi. Misol uchun qanday belgilaymiz? Mana 31 kun bo'ldi. Bu to'ldi, bu oy. Bo'ldi. Bir oy o'tdi uning uchun. 29, 30, 31. Mana bu unda ham bir oy bo'ldi. Mana bunda bo'ldi bir oy. Fevral yopildi. Endi mana bu 3 dan boshlab sanaydi-ku. Mana 1, 2, 3 deb sanaydi. Orasidagi farq 2 kun bo'lyapti. E'tibor beringlar mana. 1, 2, 3, 4, 2 kun. Demak 27, 28, 29, 30, 31. Mana bu kun bo'ladi ekan. Beyo'g'ay. 29, 30, 31. Mana bu ikkinchi kun bo'ladi. Bu ham bo'ldi mana. Endi 3-dan boshlab 1 deb sanaydi. 1, 2, 3, 4 va hokazo deb sanaydi. Va mana bu mana 1, 2, 3 ikkitaga farq qilyapti. 4. Demak bu 28, 29, 30, 31. 3-kunda bu oy to'ladi buni. 31 kun bo'ldi. Endi mana bundan 4-maydan boshlab 1, 2, 3, 4 deb sanaydi. Mana bu yerda mana 3 taga farq qilyapti. 5, 3 taga. Demak bundan 3 ni ayirsak 28. 29, 30, 31. Mana bu mana 3-kun. Bu ham bo'ldi. 1, 2, 3, 4. Mana 3 taga farq qilyapti. 27, 28, 29, 30, 31. 4-kuni ham bir oy to'ldi buning uchun. Endi 1, 2, 3 mana 4 mana 4 taga farq qilyapti. 8 desam 4-kunni sanayapman. Demak 4 taga ayirsak 27, 28, 29, 30, 31. Buning uchun ham bo'ldi mana. 1, 2, 3, 4 mana. Yana 4 taga farq qilyapti. Demak bundan 4 ni ayirsak 27 bo'ladimi? 27, 28, 29, 30, 31 bo'ladi mana. Buning uchun ham bo'ldi. Mana bu bo'ladi. Endi 1, 2, 3, 4, 5 mana. 4 taga farq qilyapti o'sha. 4 taga. Demak 26 mana 4 ni ayiramiz. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mana. Keldik mana. 5-oktyabr. Endi bundan boshlab 1 dan boshlab sanay qolamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mana keldik. 20-kun bo'ldi.
Hop, 20-kun eslab qolamiz. 20 chiqdi. Demak, u mana bu yerdagi 20-kun. Biz uchun 25-oktyabr, uning uchun 20-oktyabr bo'lgan ekan. Adashmasam shunaqa. Hech qayerda xato qilmadik-a? 31 birdan boshlab 29, 30, 31. Birdan boshlab 2 taga farq qilsa 2 ni belgilaymiz. Birdan boshlab 2 ikkitaga farq qilsa 28, 29, 30, 31. 1, 2. 2 bo'ldi mana. 3 taga farq qilsa 28, 29, 30, 31. 1 taga farq qilsa 27, 28, 29, 30, 31. 1 4 taga farq qilsa 27, 28, 29, 30, 31. 1 4 taga farq qilsa 27, 28, 29, 30, 31. 1 4 taga farq qilsa 2 4 ayirsa 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bo'ldi. 25-oktyabr uning uchun 20-oktyabr bo'lgan. Endi bu misolni, mana bu masalani ishlayotganda siz maktabga kalendar olib borishingiz yoki shunga o'xshagan masalalar tushib qolishi uchun har doim kalendar olib yurishingiz kerak bo'lmaydi. Sababi buni kalendarsiz ishlasak ham bo'ladi. Kalendarsiz ishlab ko'ramiz. Lekin qaysi oy necha kun bilan yakunlanishini bilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, mana yanvar 31 kun, fevral 29 kun, 2024-yil uchun ko'ryapmiz. Mart hop 31 kun. Yanvar, fevral, mart, aprel 30 kun. May 31 kun. Iyun kun. Iyul 31 kun. Avgust ham 31 kun. Shu yerda ehtiyot bo'linglar. Hop, sentyabr 30 kun bo'ldi. Endi bu bizani taqvim kalendarimiz. Damir uchun hammasi 31 kun edi. Barchasini qo'shib chiqamiz. Bu bizani kalendarimiz taqvim. Bu Damirniki. 1 2 3 4 5 ta 31 kun bor ekan. 31 ko'paytirib 5. 1 2 3 ta 30 kun bor ekan. 30 ko'paytirib 3 ta. Plus 29. 155 plus 90 plus 29. 245 plus 29. 260 274 kun bo'ldi. Bu 274 kun bo'ldi. Endi Damirniki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 31 ko'paytirib 9 ta. Nima bo'ladi? 279 kun bo'ladi. 279 bo'ldi-da. Hop, sentyabr oyigacha hisobladim, ya'ni 30-sentyabrgacha. Mana bu 30-sentyabrgacha hisobladim. Mana bu yergacha. Hisob kitob bo'lyapti. Keyin esa buni boshqatdan hisoblaymiz. Orasidagi farqini topamiz. Farq degani kattasi 279 dan 274 ni ayiramiz. 25 kun chiqdimi? 5 chiqdi. 5 kun chiqdi.
Orasidagi farq 5 kun ekan. Endi ikkalasi ham mana bu 279 va shunda ko'rishdi mana bu yerda. Demak, 31 kun yakunlandi bu yerda. Ikkalasi uchun ham. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5. Mana bunga 5 qo'shib yuborsak, bu yerda 31 kun yakunlanadi. 5 kun chiqdi-ku orasidagi farq. Demak, 25 dan 5 ni ayirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yergacha sanab ketamiz-da 25 deb. Mana bu 6-oktyabr Damir uchun 1 mana. 6-oktyabr 1, 7-oktyabr 2, 1, 2 va hokazo. Demak, biza 25 dan 5 ni ayirsak, bu 20 kelib chiqadi. 20-chi oktyabr. 20-oktyabr kelib chiqdi. Endi savolga e'tibor beramiz. Damir har oy 31 kundan iborat bo'lgan o'z taqvimini o'ylab topdi. Biz taqvimni nima ekanligini tushundik. U 1-yanvardan boshlab har kuni taqvimdagi keyingi sanani chizib qo'yadi. Bunga e'tibor beringlar. Taqvimdagi keyingi sanani chizib qo'yadi ekan. 25-oktyabr qaysi sanani chizib qo'yadi? Mana bu kuni. Birinchi kun, ikkinchi kunni chizib qo'yadi. 1-yanvar kuni. 2-yanvar kelsa 3-kunni chizib qo'yadi. 3-yanvar kelsa 4-kunni chizib qo'yadi. 4 kelsa 5-kunni chizib qo'yadi. 5 kelsa 6. Shunaqada bir kun keyingini chizib qo'yadi ekan. Endi 20-oktyabrga to'g'ri keldi. Mana 25-oktyabr biz uchun, uning uchun 20-oktyabrga to'g'ri keldi. Endi 20-oktyabr keldi uning uchun. Demak, u 21-oktyabrni chizib qo'yadi. Oktyabrni chizib qo'yadi. Javob 21 ekan. Mana shunaqa birozgina murakkabroq bosh qotirma ekan. Bu qilishga harakat qildik. Demak, Damir 21-oktyabrni chizib qo'ygan ekan. Biza uchun 25-oktyabr, uning uchun 20-oktyabr bo'ladi. Orasidagi farq 5 kun bo'ldi. Demak, bir kun keyingini chizib qo'ysa, u 21-oktyabrni chizib qo'ygan ekan. Amallar tartibini belgilang va hisoblang. Belgilang debdi. Kelinglar belgilab keta qolamiz. Hech belgilamas edik. Orasini ozgina ochib oldik va endi belgilashni boshlaymiz. Misoldan, demak, birinchi qavsning ichini bajaramiz. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, to'rtinchi ish, beshinchi ish, oltinchi ish, yettinchi ish, sakkizinchi ish. Mana bo'ldi. Bu yerga esa keyingi misolda to'xtalamiz ikkinchisiga. A'dan boshlaymiz. Misol. Birinchi ish 8 ko'paytirib 8. 64. İkinci iş 80 ayrı 64. 14. Üçüncü iş 9 kere 4. 36. Dördüncü iş 36 bölü 1. 36. Beşinci iş bölamiz ekan 4ga. Shu yerda ozgina kamchiligi bor ekan, e'tibor beringlar. 80 dan 64 ni ayirsak 14. Buni 4 ga bo'la olmaymiz. Mana shu menimcha katta ehtimol bilan 90 bo'lgan bu. 90. 90 bo'lsa bu 24 bo'lib qoladi.
Masalanda endi 90 bo'lsa, 90 ni 24 ni qo'shsak, ha, 6 bo'ladi-yu. To'g'ri, men adashibman. 16/4 to'g'ri bo'ladi. Hop, 6-ish. 0 ko'paytirib 12 0 bo'ladi. 7-ish. 1 ga bo'lganda javob 36 ga. 4 ga bo'lganda javobini qo'shamiz. 4 ni 40. Hop, 8-ish. 40 ga 6-ishning javobi 0 ni qo'shamiz. 40 chiqar ekan javob. To'g'ri javob 40 ekan. Yozib qo'yamiz. Bu yerda 14 deb xatolik ketibdi. Mana to'g'rilab ham qo'ydik. Endi esa ikkinchisini nima qilamiz? Belgilab chiqamiz. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, ko'paytirish 4-chi, bo'lish 5-chi, ko'paytirish 6-chi, ko'paytirish 7-chi, qo'shish 8-chi, ayirish esa 9-chi ish. Ularning barchasini belgilab qo'ydik. Endi esa boshlaymiz. Mana buni ko'chirib olgan bo'lsalaring, tashlayman. Ayirishimiz kerak ekan mana buni. Buni ayirsak, adashmasam 18 bo'lsa kerak. 8 ni qo'shsak 55 va 65. Shuncha. Ayiramiz. 765 dan 765 chiqadi. 4-inchisi 145 ni buni javobiga ko'paytiramiz. Buni javobi 1 chiqdi. 145. 5-inchi ish. 1 ga bo'lamiz. 145 ni bo'lamiz 1 ga. Bu 145 chiqadi. 6-inchi ish. 0 ga ko'paytiramiz ayirganimizning javobini. Ayirsak 18 chiqqan edi. Ko'paytiruv 0 0. Hop, 7-inchi ish. 9 ga ko'paytiramiz 5 ni. 8-inchi ish. Qo'shamiz 5-inchi ishning javobini. 5-inchi ishning javobi 345. 6-inchi ishning javobi 0 ga. 145 chiqadi. 9-inchi eng oxirgi amal. 6-inchi ishning javobiga 7-inchi ishning javobini qo'shamiz. 45 ga 8-inchi ishning javobi 345 degani. 45 plus 345. 45 ga 45 90, ya'ni 390 ekan. Yozib qo'yamiz 390 deb. Keyingi ishi quyidagicha ifodalang. 76 minutni sekundlarda, 1 yilni soatlarda, mart oyini soatlarda, 5 sutkani minutlarda, 2 haftani minutlarda, 7200 sekundni minutlarda. A'dan boshlaymiz. 76 minutni sekundlarda. 60 qilsak bu sekundga aylanib qoladi. 36
42-45 sekund. B. 5 sutkani minutlarda. Sutka degani kun degani. Buni ham D harfi bilan belgilanadi. 5 ko'paytirib 24 qilsak, bu soatga aylanadi. 120 soat H bilan belgilanadi. Endi buni minutga o'tkazish uchun yana 60 ga ko'paytiramiz. 12 ni 6 ga ko'paytirsak 72 va 2 ta 0 minut bo'ldi. Dasa 1 yilni soatlarda. 1 yil 365 deb faraz qilamiz. 365 H bo'ladi, kun bo'ladi. 365 ni 24 ga ko'paytirsak, bu mana bu H emas, D bo'lishi kerak edi. 165 sutka. 165 ni 24 ga ko'paytirsak, ya'ni H, ya'ni soatlarda kelib chiqadi. 365 ni ustun shaklda bemalol ko'paytirasizlar. Men esa kalkulyatorga murojaat qilaman. 8760 H bo'ladi ekan. G. 2 haftani minutlarda. 2 haftani 7 ga ko'paytirsak, soatda kelib chiqadi. 14 sutkada kelib chiqadi. Endi 14 ni 24 ga ko'paytirsalaring soatlarda kelib chiqadi, ya'ni H bo'ladi. Buni yana 60 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bu ikkisini ko'paytirib olamiz. 24 ni 14 ga 136. 136 nima bo'ldi? H bo'ldi. 136 ni 60 ga ko'paytirsak, biza soatlarda topgan bo'lamizmi? Yo'q, soat, minutda topgan bo'lamiz ekan. 36 60 bo'ladi. 18 21 bo'ladi. Va 20 bo'ladi. Shuncha ekan minut. 20 ming 160 minutga teng bo'ldi. 20 ming 160 minut deb yozib qo'yasizlar. Mana deb. Shuni pastdan yoza qolamiz. 20 ming 160 qilib qo'ysak ham bo'ladi o'zi aslida. Chunki o'zi aytayapti-ku, minutlarda ifodalang deb. Mart oyini soatlarda ifodalang. Mart oyi endi 31 kunlik bo'ladi, adashmasam. 31 ni bu 31 kun bo'ldi, ya'ni sutka D bilan 31 ni 24 ga ko'paytirsak, soatlarda kelib chiqadi. Xo'p, 3 ga ko'paytirsak 720 bo'ladimi? Va bitta 0 plyusdan 24 bo'ladi. 72 24 soat bo'ladi ekan. Ustun shaklda ko'paytirsalar, menimcha shunaqa chiqsa kerak. Endi esa G-siga o'tamiz. 7200 sekundni minutlarda ifodalang. 7200 ni sekundni minutlarda ifodalash uchun bu 7200 ni 60 ga bo'lamiz. Bu sekundlarda kelib chiqadi. Siz 0 ni qisqartirishni ko'rsatgan edim sizlarga. 72 ni 6 ga bo'lamiz. 12 chiqadi. O'rtada bitta 0 qolib ketyapti. Shuni yozib qo'yamiz. Va bu minut bo'ladi. Demak, 120 minutga teng ekan. Bugun 39-dars 3-sinfga ajratilgan barcha sinf ishidagi, uy ishidagi misollarni ko'rib chiqdik. Sizlar bilan har doimgidek Akmaljon Jo'raqo'ziyev bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni esingizdan chiqarmang. Ikkinchi chorakda sizlar bilan obunachilarimiz soni ko'paysa, albatta ko'rishamiz. Buning uchun yaqin do'stlaringizni, sinfdoshlaringizni va dugonalaringizni taklif etishingizni so'rayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.